ketibdi. Ha, ukam, qayoqqa? Universitetga. O'tir. Ukam so'ragandagi bu qaysi universitetga? Aka, farqi yo'q. Konkurentman aka. Aka, hozir bilsak, xususiy universitetga ko'payib ketgan. Reklama, stipendiya qilyapti. Aka, shu bilgan eng yaxshisiga olib boring o'zi. Bu senga qanaqa universitet yoqadi? Qanaqa qulayliklari bo'lsin? Aka, men xohlaydigan universitetga bormasam ham, shu baholarni qo'yib beraversa, kontrakt to'lab qo'yib uyda yotaversin aka. Yo'q, bu sanki 3-kursdan qo'ysa-da, diplomni birdan olib kelib bersa. Sen xohlaydigan universitet zo'r ekan, uni bitirib nima bo'lasan? Endi aka, diplom olgandan keyin bironta bir tashkilotning rahbari bo'laman-da. Tashkilot rahbari bo'lasan? Ha? Sen aytgan institutda o'qisang bilasan, sen kim bo'lasan? Kim bo'laman? Menga o'xshagan taksi bo'lasan. Kundan sig'iga bitta odam uchun talashasan. Aytibdi, institutni qarayman, rahbar bo'laman deysan. Mana men senga universitet ko'rsataman. Mana uka, xalqaro innovatsion universitet. Chinakam rahbar qilib tayyorlaydigan universitet shu bo'ladi. Eng muhimi bitirsang, o'zlari yaqinda yangi zavod ishga tushirdi. O'zi ish bilan ta'minlaydi. Mana, ko'rdingmi, kelajak qanaqa ekan. Omadga qayerdagi reklamalarga uchasan, tush bo'ldi. Rahmat aka sizga. Sog' bo'lgan. Qarshi shahrida joylashgan Xalqaro innovatsion universitetida 20 dan ortiq bakalavr hamda 6 ta magistratura yo'nalishlarini qamrab olgan holda qabul jarayonlari boshlandi. Universitet talabalari malakali professor o'qituvchilardan ta'lim olishadi hamda zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan auditoriyalarda dars jarayonlari olib boriladi. Talabalar mustaqil ravishda yuqori texnologiyalar orqali bilim olishi va yanada keng imkoniyatlarga ega bo'lishi ta'minlangan. Universitet talabalari uchun chet el universitetlari bilan hamkorlikdagi loyihalar mavjud bo'lib, bular Turkiya, Bolgariya, Rossiya, Hindiston mamlakatlari bilan hamkorlik hamda work and travel dasturlarini o'z ichiga oladi. Alo, assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Onajon, men sifatli ta'lim beradigan va rahbar qilib tayinlaydigan universitet topdim. Eng asosiysi, barcha shart-sharoitlarga ega hamda kontraktlari ham arzon narxda ekan.